108-savolda magnit kvant son qiymati 0 ga teng bo'lgan. Magnit kvant son 0 ga teng bo'lishi uchun s orbitalda 0 bo'ladi. P orbitalda markazdagisi 0 bo'ladi. Qolganida ham D da ham F da ham markazdagisi 0 bo'ladi. Mana bu 0 bo'ladi. Bu -1 +1 -1 -2 -1 0 +1 +2. Magnit kvant son qiymati 0 ga teng bo'lgan. Elektronlar soni 5 ta bo'lsa, demak 5 ta bo'lgan ekan elektronlar soni. Bunda elementlar soni maksimal nechta bo'ladi? Ya'ni magnit kvant soni jami elektronlarida jami elektronlarda 5 ta bo'ladigan bo'lsa, ya'ni 5 ta shunaqa elektron bo'ladigan bo'lsa, magnit kvant soni 0 ga teng bo'lgan. Shu elementlar maksimal nechta bo'ladi? Kelinglar, birinchi berilliydan boshlaylik. Berilliyda 4 ta elektron ham s da joylashgan, ya'ni 4 ta elektron ham mana bunaqa s da joylashgan. Ya'ni 4 talasini magnit kvant soni 0 ga teng. Bunda demak 4 talasi ham 0 ga teng. Keyin borga boshlanganda, borda 4 talas s da, 5-chi p ni birinchisida turibdi. Ya'ni bu -1 hali. 0 bo'lgani yo'q. Demak, bunda ham 4 ta elektroni hali ham 0, magnit kvant soni oxirgisi esa -1. Undan keyin ugleroddan boshlanadi. Uglerodda 2p2 degani mana bu joyga elektron keladi. Uglerod dastlabki 4 tasi s orbitalda bo'lganligi uchun 4 tasini magnit kvant soni 0 ga teng va mana bunisi bilan birga 5 ta bo'ladi. Demak, uglerodda 5 ta elektronida magnit kvant soni 0 ga teng. 4 ta s-da va mana bu 5-sida. Keyin azotda yana bitta elektron ortyapti. Bitta ortgani bilan bu +1 da, o'rtadagisi p da va undan oldingi 4 ta s da jami 5 ta elektronning magnit kvant soni 0 ga teng bo'ladi. Hammasi yozib ko'rsanglar bo'ladi, xohlasanglar bittalab. Keyingisi kislorodda esa 2p4 mana bunga qaraydi. Bunda ham xuddi shunday, mana bitta turibdi, hali ham 5 ta bo'lib turibdi. Magnit kvant son qiymati 0 ga teng bo'lgan elektronlar soni. Ftorda esa 2p5 bo'ldi degani, o'zi mana bunga 2 ta keladi, 2 ta elektroni va undan oldingi 4 ta, ya'ni birinchi pog'onadagi 2 ta s da va ikkinchi pog'onadagi 2 ta s da 4 ta va mana bu p dagi ikkitasini jami 6 ta elektronni magnit kvant soni 0 ga teng bo'ldi. Bundan keyin kamida 6 ta bo'ladi. Ftordan keyin neonda, bunda ortib ketaveradi. Demak, elektronlar soni 5 ta bo'lsa, maksimal bunda elementlar soni 3 ta bo'ladi. Ya'ni uglerod, azot va kislorod. To'g'ri javob demak bizada C javob bo'ladi. Bizada elementlar soni deyapti. Bizada qo'zg'algan holatlari nazarda tutilmayapti. Tushuntirildimi? Demak, shu holatda 5 ta bo'ladi. To'g'ri javob C.